Diqqat, shoshilinch xabar! Dollar kurslari yana tushmoqda. Banklar o'z sotish va sotib olish kurslarini e'lon qildi. Bu jadvalda Anor Bank birinchi o'rinda 12.120 so'm, $1 sotib olish, sotish esa 12.280 so'm etib belgilangan. Qolgan barcha banklar o'z valyuta kursini e'lon qilgan. Banklarda shu ko'rsatilgan summalarda dollar olish va sotishni amalga oshirsangiz bo'ladi. Valyuta bozorida dollar kursining pasayishi shu oyning oxiriga qadar davom etishi taxmin qilinmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, sog' salomat bo'ling.